Ohangaron shahridan 2 xonali juda ham arzon narxda uy topganmiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, chunki bu uy sizlarga albatta yoqib qoladi. Lokatsiyani ko'rishingiz mumkin. Yonimizda 3-bog'cha joylashgan, 4-mikrorayondamiz. Atrofimizda do'konlar joylashgan. Mana bu orqamda turgan uyning 3-qavatidan 2 xonali uy barcha jihozlari bilan atigi $26,000 ga sotilmoqda. Hozir uyga kirib, batafsil ko'rsatamiz. Asosiy eshikdan uyga kirib kelganinglarda sizlarni mana shunaqa koridor kutib oladi. Koridorda to'g'rida bizani kladovkani garderob qilib qo'yishgan. Oynalari bilan chiroyli holatda. Birinchi o'rinda zal ko'rsatmasak bo'lmaydi, zal ko'rib qo'yamiz. Zalimizni qaranglar, kattagina juda ham keng holatda. Mana unaqa jihozlarni, zo'rlarni qo'yib qo'yishgan. Patologda illyustratsiya ham chiroyli o'rnatib qo'yishgan. Natijnoy patolog e'tibor berasizlar. Konditsioner hamda TV zona. Bu tomonda ko'rishingiz mumkin. TV zona mana Wi-Fi largacha o'rnatib qo'yishgan. Juda ham chiroyli holatda remontlari, aboylari ham zo'r tanlab qo'yishgan. Mana shu ko'rib turgan barcha jihozinglar mana shu uyda qoldiriladi. Hamda bu tomonda to'g'ri yotoqxonamiz ko'rishingiz mumkin. Yotoqxona bilan zalimiz alohida joylashgan. Yotoqxonani ko'rsatamiz. Mana shunaqa kattagina spalni kutib oladi. Uyimizdagi barcha oynalar akvaromlardan jihozlangan hamda jalyuzilar o'rnatilgan. Mana bu registrga bitta baho berib qo'ysalar, juda ham katta registr. Uyimiz holati zo'r holatda turibdi. Katta spalni ham uy ichida qoldiriladi. Ko'rishingiz mumkin. Natijnoy patolog, podsvet illyustratsiyalar hamda mana bu aboylar juda ham qimmat aboylar. Bu yoqda oshxonaga qarab ketganimizda bizni kutib oladi hojatxona hamda yuvinishxonasi. Bular ham alohida joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatda turibdi. Yuvinishxonani ham ko'rib qo'yasizlar. Mana shunaqa chiroyli kafellar tanlangan. Mana ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatda turibdi. Oshxonaga kirib kelganinglarda mana shunaqa chiroyli oshxona kutib oladi. Sifatli. Mana shu oshxona jihozlari, mana bu katta xolodilnik, bu ham uy ichida. Hamda mana bu yerda ham chiroyli shkaf qo'yishgan. Buni orqasida duv kontur joylashgan. Duv kontur bilasizlar, uylarni qishin yozim yaxshi isishga yordam beradi. Issiq suvdan muammo bo'lmaydi. Balkoni ham kattagina, kenggina balkon.